Bugungi mavzuimiz multidistsiplinar jamoa autizm ishlashda mutaxassislarning roli. Rejalarimiz multidistsiplinar yondashuvning nazariy asoslari va mohiyati. Ikkinchi rejamiz autizm bilan ishlashda multidistsiplinar jamoa tarkibi. Uchinchi rejamiz mutaxassislarning roli, hamkorligi va samarali ish tashkil etish. Bunda multidistsiplinar yondashuvning nazariy asoslari va mohiyati. Autizm spektri buzilishi murakkab neyrorivojlanish buzilishi bo'lib, u bolaning ijtimoiy muloqoti, nutqi, xulqi va kognitiv rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bunday bolalar bilan ishlashda faqat bitta mutaxassisning yondashuvi yetarli bo'lmaydi. Aynan shu yerda multidistsiplinar yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Multidistsiplinar yondashuv bu turli soha mutaxassislarining yagona maqsadi yo'lida birgalikda ishlash tizimi hisoblanadi. Bu yondashuvda har bir mutaxassis bolaning rivojlanishining muayyan tomoniga mas'ul bo'ladi. Biroq barcha ishlar o'zaro muvofiqlashtirilgan holda olib boriladi. Autizm bilan ishlashda multidistsiplinar yondashuvning asosiy mohiyati quyidagilardan iborat hisoblanadi. Bolalarning individual xususiyatlarini kompleks baholash, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni turli nuqtai nazardan aniqlash, yagona korreksion dastur ishlab chiqish, barcha mutaxassislar faoliyatini uyg'unlashtirish. Bu yondashuv bolaga kompleks yordam ko'rsatish imkonini beradi va uning rivojlanishida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Autizm spektri buzilishi bu nevrolog rivojlanish bilan bog'liq murakkab holat bo'lib, bolalarda ijtimoiy muloqot, xulq-atvor va til rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlari bilan namoyon bo'ladi. Autizm bilan ishlashda yagona mutaxassisning yondashuvi yetarli bo'lmaydi. Shu sababli multidistsiplinar jamoa turli soha mutaxassislaridan iborat hamkorlik tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Multidistsiplinar jamoa deganda bir nechta yo'nalishdagi mutaxassislarning birgalikda ishlashi tushuniladi. Bu jamoa tarkibida odatda pediatr, nevrolog, psixolog, defektolog, logoped, ijtimoiy xodim va ota-onalar kiradi. Har bir mutaxassis bolaning rivojlanishidagi muayyan jihatlarni baholaydi va qo'llab-quvvatlaydi. Avvalo, pediatr bolaning umumiy sog'lig'ini nazorat qiladi va autizm alomatlarini erta aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Pediatr bolani boshqa mutaxassislarga yo'naltiradi va davolash jarayonining umumiy koordinatsiyasini ta'minlaydi. Nevrolog esa markaziy asab tizimi faoliyatini o'rganadi. Autizm bilan bog'liq nevrolog xususiyatlarni aniqlash yoki boshqa tekshiruvlar orqali bolaning miya faoliyatini baholash uning vazifasiga kiradi. Ba'zi hollarda dori-darmon bilan qo'llab-quvvatlash ham aynan nevrolog tomonidan belgilanadi. Psixologning roli juda keng bo'ladi. Bu bolaning psixik rivojlanishini, hissiy holati va xulq-atvorini tahlil qiladi. Psixolog turli diagnostik testlar orqali autizm darajasini aniqlaydi hamda individual rivojlantiruvchi dastur ishlab chiqishda ishtirok etadi. Shuningdek, ota-onalarga maslahat berish va muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Defektolog maxsus pedagog, ya'ni autizmli bolalarning ta'lim jarayonini tashkil etadi. U bolaning individual imkoniyatlariga mos ravishda o'quv dasturlarini ishlab chiqadi. Defektolog bolaning kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va kundalik hayot ko'nikmalarini shakllantiradi. Logoped nutq va til rivojlanishi bilan shug'ullanadi. Autizm bolalarda nutq rivojlanishi ko'pincha kechikadi yoki o'ziga xos bo'ladi. Logoped bolaga tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, gap tuzish va muloqot qilishni o'rgatadi. Ba'zi hollarda alternativ kommunikatsiya usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Ijtimoiy xodim esa oilaga ijtimoiy yordam ko'rsatadi. U oilaning ehtiyojlarini aniqlaydi, kerakli xizmatlar va resurslarga yo'naltiradi. Autizm bolaning jamiyatga integratsiya qilishda ijtimoiy xodimning hissasi katta hisoblanadi. Multidistsiplinar jamoaning eng muhim a'zolaridan biri bu ota-onalardir. Ular bolaning kundalik hayotida eng yaxshi biladi va mutaxassislar bilan doimiy aloqada bo'lib, tavsiyalarni amalda qo'llaydi. Ota-onalarning faol ishtiroki davolash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday jamoaviy yondashuvning asosiy maqsadi bolaning maksimal darajada mustaqil hayot kechirishiga erishishdir. Har bir mutaxassis o'z sohasida ishlashga holda umumiy maqsad sari birlashadi. Bu esa kompleks va samarali natijani ta'minlaydi. Multidistsiplinar jamoaning afzalliklari juda ko'p. Birinchidan, bolaning rivojlanishi har tomonlama baholanadi. Ikkinchidan, muammolar erta aniqlanadi va tezkor chora-tadbirlar ko'riladi. Uchinchidan, har bir mutaxassis o'z bilim tajribasini boshqalar bilan bo'lishadi. Bu esa umumiy sifatni oshiradi. Shuningdek, jamoa ichida muntazam ravishda bu uchrashuvlarda bolaning rivojlanishidagi o'zgarishlar muhokama qilinadi. Yangi strategiyalar ishlab chiqiladi va mavjud muammolar hal etiladi. Bunday hamkorlik tizim samarali natijaga olib keladi. Multidistsiplinar jamoa faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan to'g'ri tashkil etilgan rejalashtirish va monitoring tizimiga bog'liq hisoblanadi.
Har bir mutaxassis bolaning rivojlanishidagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boradi va o'z yo'nalishi bo'yicha hisobot tayyorlaydi. Ushbu ma'lumotlar umumlashtirilib, bolaning umumiy rivojlanish diagnostikasi baholanadi. Bu esa keyingi bosqichlar uchun to'g'ri strategiya tanlashga yordam beradi. Autizm bilan ishlashda erta aralashuv, ya'ni alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning ilk yoshlarida ko'rsatilgan kompleks yordam uning kelajakdagi rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli multidistsiplinar jamoa imkon qadar erta bosqichda ish boshlashi kerak. Bu jarayon ota-onaning hushyorligi va mutaxassislarga o'z vaqtida murojaat qilishi juda muhim hisoblanadi. Multidistsiplinar jamoa ichidagi kommunikatsiya ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Mutaxassislar o'zaro ochiq va samarali muloqot olib borishi, har bir fikr va taklif inobatga olinadi. Bu esa eng optimal qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lish ham muhim hisoblanadi. Bolaning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash ham jamoaning asosiy vazifalaridan biridir. Autizmli bolalar ko'pincha o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda qiynaladi. Shu sababli psixolog va boshqa mutaxassislar his ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Bu jarayonda o'yin terapiyasi, san'at terapiyasi kabi usullar samarali hisoblanadi. Oila bilan ishlashda multidistsiplinar jamoa ajralmas qismi hisoblanadi. Ota